ahmaq bo'lib Qor Cityga deb soat 1da yo'lga chiqyapmiz. Mana shu do'stimizning takliflari bilan billa. Olaman o'rta. Nimaga biz soat 8da yetib keldik? 1da yo'lga chiqib, o'ng qaranglar mana probkani akalar, Pervalli probkasini qaranglar. 30 metrni o'chirib. O'zi ham akalar nima deydi? 1 soatda bir 400 metr, 500 metr yurishadi xolosda. Qaranglar, mana Pervalli bu davomi o'ng qaranglar kelayotgan mashinalar. Voy voy. Nimaga Perval probka? Chunki akalar Qor Cityga kelayotgan mashinalar yo'lda betiga shunaqa terib tashashibdi. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, Qor Cityga kelayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yo'lda betiga qo'ymasdan, iloji bo'lsa ichkariga olib kiraveringlar. Ichkariga mana shu yo'llarga trapezalarini ham qo'yib qo'ysalaring ham ichiga mana shu probkalar yoziladi. Men to'g'risi bir narsa bo'lgan deb o'yladim Pervalda, yo'q narsa bo'lmagan ekan akalar. Hozir ko'rayotgan bo'lsalar Instagramda hamma qo'yapti, Pervalda probka. Sababchisi mana shu poni damogani kelganlar akalar. Damogani kelgan odamlar, o'ng qaranglar. Metanga ochiribdan battar akalar, o'ng qaranglar. Voy voy. Past qaranglar akalar. Hamma damogani kelganlar shu yerda. Bitta reklamaning oqibati bo'lyapti-da. O'ng qaranglar. Qaytib ketayotganlar mana probkada. Endi video qilib olib keling. Qani? Kelganimizga arzigani bitta nima tarafi bo'lyapti? Sakrayapsizmi o'rta? Ha, sakrayman. Xullas, targ'ab ketib qolmasin. xullas akalar, mana shu toza havodan javob nafas olganligimiz bizga foyda bo'lyapti xolos. Bo'ldi, Shu? o'zimiz bir yil Kelavermanglar.